qilding? Voy uyalmadingmi, oriyatsiz? Nima qilay? Sevib qoldim. Sevgi muhabbat sen tiliga olma. Sevgi pok tuyg'u. Gapir. Kimni tashlab ketgan qo'g'irchog'i bo'lding? Kim seni tashlab ketdi? Voy seni qishloqda kelin qilaman deganlar qancha edi? Voy sharmanda qilding. Ochilmagan gul eding. Ahvolingga bir qara. Sendan men uyalib ketyapman. Nega? Nega Gavharini asramading? Kechiring men ahmoqni. Ayajon. Shu yigitga ayt. Sovchisini yuborsin. O'tgan oy to'yi bo'ldi. Menga uylanmadi. Ahmoq. Shuncha ishdan keyin u senga uylanishni kutganmidi? Axir yigitlar hidlangan gulli yoniga yaqinlashmaydi. Qayerdan bilay? Ayajon. Meni sevadi deb o'ylabman. Ishondim. Sevgan odam sevgilisiga ozor berish tugul, hatto qo'lini ham tek qismaydi. Men qayerdan bilaman? Biz seni ishonib o'qishga jo'natdik, sen bilim olishi o'rniga itlar bilan yuribsan. Voy otang bilan ikkalamizni pichoqsiz so'yding. Men uni va'dalariga ishondim. Nima qilay men ham? Ayajon. Kim edi u? Kim u? Endi foydasi yo'q ayajon. Endi u oilali. Necha oylik? 8 oylik. Shuning uchun har xil bahonalar qilib qishloqqa borib qo'ygan ekansan. Nima? Qo'rqdim ayajon. Nima? Bu ish qilishdan oldin qo'rqish kerak edi. Endi qo'rqading bilan nima foyda? Meni kechiring ayajon. Ayajon. Yaqinlashma. Meni sendagi qizim yo'q.